Dilnozaxon, bu gullar sizga. Buncha chiroyli, rahmat. Doim e'tiborlisiz. Dadasi qarang, gul sovg'a qildi. Voy, bunaqadan ochib kelgan-a. Sizchi, siz menga qachon gul sovg'a qilgansiz? Hech qachon. Qachon berasiz? Hozir ovqatlanib olay, borib so'rayman, bola gulni sotsa olib beraman, xotin. Ha? Yedirib ham qo'ydi. Voy, qanaqa romantik ekan-a bu juftlik. Yedirib ham qo'ydi-ya. Siz ham yediring. Ay endi neudobniy yigitini oldida. Tushunmadim. U qizga emas, menga yedirib qo'yasiz deyapman. Nabarot, u udobniy bo'lsa kerak. Dadasi? Bo'pti. Aql. Na. Ana fakm. Og'zini ham artib qo'yar ekan. Qiz bayroqli qiz shekillidan og'ziga kart qo'yapti. Ey, Maxitodan oling. voy rahmat, menga juda ham yoqadi. Mashita ichaman. Mashita olib bering. Ko'k choy ichasan, qanaqa maxito. Yetilganimdan beri ko'k choydan boshqasini ichirganingiz yo'q. Brilliant ko'ziga uzuk. Menga turmushga chiqasizmi? Chiroyli bu. Ana, birdan o'zingizni sovg'a qildim. Sizchi, siz menga nima berdingiz? Uylangunizcha qop-qop va'dalanib berdingiz. 3 ta bola bilan uyga qo'yib qo'ydingiz, tamom. Nima ko'rdim sizga tegib? Hamma va'dani berdingiz yashagunimcha. Yashab nima qilaman siz bilan? Yashamayman, bo'ldi. Uyimga ketaman, yashamayman. Qayoqqa? Bu keyinchalik menga rahmat aytasan. Nima qilyapsan? Oila quryapman aka. Sen quryapsan, biznikini buzyapsan. Shu oilani chekkaroqda qur. Nima qildingiz? Qurayotgan oilasini sinimizga tushundim. Aloqatning